Toshkent Astana Toshkent yo'nalishi bo'yicha davlat tomonidan avtobus reyslarimiz qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Muhimi Ispaniyali har bitta yo'lovchimiz alohida bemalol yumshoq o'rindiqlarda yotib ketish imkoniyatlari mavjud. Siz Astana yo'nalishida Balqash, Qaraganda, Petropavlsk shaharlarigacha ham yetib olishingiz mumkin. Hozir ayni damda yo'lovchilarimiz joylashish arafasida. Bir ikkita yo'lovchilarimizdan qisqacha suhbat jarayonini amalga oshiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qaysi yo'nalish bo'yicha ketyapsiz? Toshkent Astana. Astanaga bilet narximizni qanchadan sotib oldingiz? 515 ming. 515 ming. Kassadan xarid qildingizmi yoki ofisimizdanmi? Kassadan. Oldin ham Ispaniya avtobuslaridan foydalanganmisiz? Yo'q. Birinchi martami? Qulayliklari haqida nima deya olasiz? Yaxshi bo'ladi. Yaxshimi? Bemalol. Rahmat, kattakon. Yaxshi yetib oling. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Agarda sizga ham xuddi shunday yo'nalishlar bo'yicha biletlar kerak bo'lsa, manzilimiz Toshkent avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofis hamda kassalarimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Xayr!